E'tiboringiz markazida Mundial kundaligi ko'rsatuvining navbatdagi soni, uning taqdimoti bilan studiyada Kamoliddin Alimov. Assalomu alaykum. Dastavval bugungi dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalarning qisqacha anonsi bilan tanishtirib o'tamiz. Jahon chempionati shafqatsiz musobaqa. Kannavaro Kongo bilan o'yindan keyin aynan mana shunday dedi. Kongo qura tashlaganidayoq 3-o'rinni ko'zlaganmidi. Jamoa bosh murabbiy qiziq fikrlarni ilgari surdi. Raqiblar himoyaga yotishga majbur qildimi? Terma jamoa sardori Eldor Shomurodov savollarga javob berdi. Hamdamovning Ronaldoga qarshi o'ynash orzusi ushaldi. Ashurmatov top 10talikda. Endi shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Kecha tunda Mundialning 16dan final uchrashuvi start oldi. Unda Jahon chempionati mezbonlaridan biri Kanada terma jamoasi Janubiy Afrika Respublikasi bilan ro'baro kelib, Steven Eustachy'ning 92-daqiqada urgan gol evaziga zafar quchdi. Endi Shimoliy Amerikaliklar 8dan finalda Niderlandiya Marokash juftligi g'olibi bilan o'ynaydi. Endi esa bevosita O'zbekistonning Kongo Demokratik Respublikasi bilan o'yiniga aloqador ma'lumotlarga o'tamiz. Dastlab sizni Fabio Cannavaro hamda raqib ustozining fikrlari bilan tanishtirib o'tamiz. Fabio Cannavaro fikrlari. Birinchi bo'limda biz juda ko'p kuch sarfladik. Zamonaviy futbolda 90 daqiqa davomida yuqori intensivlikni saqlab qolish albatta qiyin. Bu yerga kelganimizdan beri futbolchilarimizni rivojlantirishga harakat qildik va bugungi kungacha jismoniy holatimiz yaxshi edi. Yigitlar kurashdi. Birinchi va ikkinchi golni urishga harakat qildi. Ammo muammo shundaki, biz o'ynashdan to'xtab qoldik. Ikkinchi bo'limda birinchi xatoyimizdan so'ng darvozamizga penalti belgilandi. Lekin umumiy olganda xursandman, chunki ular qo'limizdan nimalar kelishini ko'rsatib berishdi. Bugungi o'yinda shunday harakat qilish men uchun juda ham muhim edi. Albatta, 3 gol o'tkazib yuborish juda ham ko'p. O'zimni yaxshi his qilmayapman. Yigitlar uchun afsusdaman, chunki ular bugun boshqacha natijaga munosib edi. Ba'zida o'yinlarni to'g'ri boshlaymiz, ammo ikkinchi bo'limda xuddi Kolumbiyaga qarshi o'yindagidek harakat qilishga tushamiz. Portugaliyaga qarshi bahs juda ham qiyin bo'ldi, chunki saviyadagi farq juda ham katta edi. Bugun esa o'yinni juda yaxshi boshladik. Birinchi bo'limni ajoyib suratda o'tkazdik va Kongoga hech qanday imkoniyat bermadik. Ammo tanaffusdan keyin ikkinchi bo'limda juda ham ko'p qiynaldik. Albatta, bu yerga kelganimiz qilgan barcha ishlarim futbolchilarimga yuqori darajada harakat qilishlari uchun yordam berishga qaratilgan edi. Bizning darajamiz, o'zimiz o'ynayotgan liga va jahon chempionati o'rtasidagi farqni bilardim. Jahon chempionati shafqatsiz musobaqa. Bu yerda dunyoning eng yaxshi futbolchilariga qarshi o'ynaysiz. Shuning uchun birinchi kundan boshlab jamoaga yordam berishga harakat qildim. Yakunda albatta 3ta mag'lubiyat omadsizlikdek tuyulishi tabiiy. Lekin men ko'plab ijobiy jihatlarni ham ko'rdim. Sababi ikkita eng kuchli jamoaga qarshi o'ynash oson emasdi. Hamma Kongo haqida gapiryapti. Kongo sizga qarshilik ko'rsata oladigan jamoa. Men birinchi kuniyoq aytgan edim. Yigitlar, Kongo safida Premier Ligada, Fransiya 1 ligasida va Yevropaning boshqa kuchli beshlik chempionatlarida o'ynaydigan futbolchilar bor. Bizda esa bunday o'yinchi faqat bitta. Sarhisobga kelsak, bu yerga kelganimdan beri orttirgan tajribam ajoyib bo'ldi. Ko'plab shaharlarni aylandim, ko'p futbolchilarni kuzatdim. Eronda o'ynaydigan 4 ta futbolchimiz bor edi. Ular 4 oydan beri maydonga tushmagan ham edi. Muhim o'yinchilarimiz jarohat oldi. Masalan, 18 yoshli Behruz oyoq kafti suyagini sindirib oldi. Biz uni operatsiyadan so'ng tikladik va maydonga tushirdik. Uni 17 yoshgacha bo'lganlar terma jamoasida kashf qilgandim. G'aniyevni ham safga qaytardik. Albatta, o'zbek xalqi bizni Portugaliya yoki Kolumbiya kabi jamoalarni mag'lub eta oladi deb o'ylashi tabiiy hol. Biroq shuni tushunishimiz kerakki, o'zbek futboli yanada rivojlanishi lozim. Akademiyalarga, yosh futbolchilarga sarmoya kiritishda davom etishimiz kerak, chunki keyingi 20-30 yil ichida O'zbekiston doimo jahon chempionatida ishtirok etishning yagona yo'li ham shu. Biz bu yerga yetib kelish orqali katta natijaga erishdik va mana endi shu yo'lda davom etishimiz kerak. Aytadigan so'zim shuki, men va futbolchilarim qo'limizdan kelgan barchasini qilishga urindik, lekin bu yetarli bo'lmadi. Demak, biz yanada ko'proq ishlashimiz kerak. Assotsiatsiyaning maqsadi doimo ko'proq yosh iqtidorlarni yetishtirib chiqarish ekanini bilaman. Bunga vaqt kerak. Uyga ochkosiz va yomon ko'rsatkich bilan qaytish qanchalik og'ir ekanini ham bilaman. Lekin shuni ham tushunishingizni istardimki, mening futbolchilarim maydonda borini berishdi. Hech kim ularni ayblay olmaydi. Iltimos, buni to'g'ri tushuning.
Kongo Demokratik Respublikasi ustozi Sebastian de Sabre o'yin va jamoasi haqida shunday dedi. O'ylaymanki, bugun odatimizga ko'ra nima qilishimiz kerakligini aniq bilardik. O'yinning boshidayoq gol o'tkazib yubordik. Ammo so'nggi paytlarda Portugaliya yoki Nigeriyaga qarshi saralash o'yinlarida bo'lgani kabi biz vaziyatni o'nglay oldik hamda katta fidokorlik va motivatsiyani namoyish etdik. O'yinning umumiy manzarasiga qaraydigan bo'lsak, g'alaba mantiqiy bo'ldi. Shuning uchun buni o'ziga xos qahramonlik deb bilaman. Biz uchun eng muhimi Kongoning go'zal qiyofasini yana bir bor ko'rsata olganimizdir. Bu g'alaba bir jamoa bo'lib 4 yil davomida qilgan mehnatimizning uzviy davomi bo'ldi. Biz birgalikda oldinga intilishda davom etdik. Shuning uchun birinchi navbatda futbolchilarimga va har kuni yonimda turgan murabbiylar shtabiga minnatdorlik bildirmoqchiman. Afrika qit'asidan nimchorak finalga chiqqan jamoalarning ko'pligi qandaydir ma'noda faxrlanarli holat. Bu mehnat va rivojlanish natijasidir. Oldinga siljish uchun hali ham katta imkoniyatlar mavjud va biz butun kamtarligimiz bilan Afrika futboli rivojiga o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Keyingi bosqichga chiqqanimizdan faxrlanamiz. Qura tashlangandayoq agar 3-o'rinni egallasak, Angliya guruhidan chiqqan jamoa bilan o'ynashimizni bilardik. 3-o'rinni egallashning o'ziga unchalik katta ahamiyatga ega emas, lekin ramziy ma'noda bu muhim, chunki 3 ta o'yin yakuniga ko'ra biz 4 ta gol urdik. Bu ko'rsatkich bizda gol urish qobiliyati borligini ko'rsatadi va bu juda ham yaxshi. Kongo Demokratik Respublikasi bilan uchrashuvdan keyin hujumchi Eldor Shomurodov va yarim himoyachi Doston Hamdamov ham mix zonada jurnalistlar savollariga javob qaytardi. Terma jamoa sardori Eldor Shomurodov raqiblar himoyaga yotishga majbur qilganini ta'kidladi. Shuningdek, yarim himoyachi Doston Hamdamov jahon chempionatidagi ko'p voqealar yodida qolishini, ayniqsa Ronaldoga qarshi o'ynash orzusi ushalganini aytdi. Kelib chiqadigan bo'lsak, yomondek iste'g'olar o'tyapti. Albatta g'alaba qozonish uchun maydonga chiqqandik, mag'lubiyatga uchradik, lekin bu jahon chempionati biz uchun katta tajriba bo'ldi va qayerga intilishimiz kerakligini ko'rsatib berdi deb o'ylayman. Элдор, расскажите о сегодняшнем красивом голе, который вам удалось забить. Как приняли такое решение именно ударить парашютом? И насколько важно для вас вообще было открыть счет своим голам на чемпионате мира и как капитан, и просто как бомбардиру? Albatta gol urish yoqimli. O'sha darvozabonni oldiga chiqqanini ko'rib, darvozaga yo'lladim. Lekin juda xursand, o'sha vaqtda xursand bo'ldim, lekin hozir jamoamiz g'alaba qozonganda o'ylaymanki ko'proq emotsiyalar va ko'proq pozitiv vaziyatlar esda qolardi. Biz mag'lubiyatga uchradik, o'shaning uchun bu hech qanaqa ahamiyat kasb etmaydi deb o'ylayman. Men o'zim uchun shaxsan. O'sha birinchi gol urganimizdan keyin ikkinchi taymda ayniqsa umuman oldinga ko'tarilmadik va o'sha 2 kishi bo'lib, 3 kishi bo'lib hujumga o'tishga to'g'ri kelib qoldi. Bu Fabio Cannavaro'ni ko'rsatmasimidi? Juda ham orqaga yotib oldik haddan ziyod. Albatta bu o'ylaymanki Fabio Cannavaro'ni emas, bu ko'proq o'sha psixologik tomonlama. Biz futbolchilar o'zini xayolida bo'ldi deb o'ylayman, chunki har doim o'sha g'alaba qozonayotganingda o'sha hisobni o'chirish uchun harakat qilasan. Shuning uchun ko'proq psixologik deb o'ylayman. Albatta ikkinchi bo'limda ham o'sha birinchi bo'limdagidek o'ynash davom etishimiz kerak edi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, o'sha Kongo ham juda fizik tomonlama ancha kuchli terma jamoalardan biri. Uni oldingi o'yinlarda ham ko'rsatdi va ularga g'alaba kerak edi. Ular ham majbur qildi deb o'ylayman, ko'proq himoyaga ochishimizga. Eldor aka, ushbu jahon chempionatida yaxshiroq natija erishishimizga nima yetishmadi deb o'ylaysiz yoki hozirgi darajamiz shumi? Agar shu yerda bo'ladigan bo'lsak, albatta darajamiz shu bo'ladi. Agar bundan ko'prog'iga loyiq bo'lganimizda albatta ko'prog'iga erishgan bo'lardik. Lekin eng asosiysi qayerga ishlashimiz kerakligini, qayerga qarab ishlashimiz kerakligini jahon chempionati ko'rsatib berdi va katta tajriba bo'ldi. Futbolchilar ham borini berib o'ynashdi hammasi. Albatta bu yerda
oson o'yinda o'zi bo'lmaydi. Hamma nima deydi, kichik xatolar ham kechirilmaydi. O'shani evaziga o'ylashimcha tajriba yetishmasligi evaziga mana shu joyimizda qoldi. Doston aka, avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati yakunlandi. Shu o'yin, shu afsuski 0 ochko. Ushbu mundial shu terma jamoa futbol sifatida qanday eslab qolasiz? Ushbu mundial nima yetishmadi yoki qayerda xatoga yo'l qo'ydik deb o'ylaysiz? Qayerda yana yaxshilanishimiz mumkin edi? Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston uchun bu birinchi marta jahon chempionatida qatnashishimiz. Bu chempionatdan to'g'ri xulosa qabul qilib, keyingi jahon chempionatlarida munosib qatnashib, oldimizga yuqori o'rinlar qo'ysak bo'ladi. Bu mana kelib ko'rib bildikki, endi birinchi marta qatnashganimiz uchun bu sal qandaydir bosim ham bo'ldi deb o'ylayman. Можно по-русски вопрос? Что останется в памяти главного после этого чемпионата у вас? Endi ko'p narsalar xotira bo'lib qoladi. Portugaliya, Kolumbiya va Kongoga qarshi o'yin uchun ko'p esda qolarli momentlar ko'p bo'lib qoladi va asnoviy shu Ronaldo bilan bitta maydonda to'p surganimiz biz uchun eng katta orzu edi va orzuyimiz amalga oshganidan xursandmiz. Doston aka, o'yindan avval bizni yirik hisob balkim qanoatlantirishi mumkin edi. Fabio Cannavaro mo'jiza yoki o'sha ertak haqida o'zi sizlarga qanaqadir motivatsion nutq so'zladimi? Ne только shu Kongo bilan har bir o'yinda bizga kuchli motivatsiya berdi. Bu jahon chempionati bu yoqqa ko'pchilik oldin qatnasha olmagan va bular sizlarga kelganidan, sizlarga nasib qilganidan juda xursandman. Bulardan bemalol foydalanib, maydonda bemalol o'ynanglar deb ko'p maslahatlar beradi va buni maydonda ko'rsata oldik deb o'ylayman. Команда сегодня провела очень хороший первый тайм, вела в счете. Чего не хватило, чтобы провести такую же вторую половину матча? И как вы думаете, вообще в свою ли силу новичок чемпионата мира выступил? Или могли узбекские футболисты сыграть сильнее? И почему это не получилось? Bilmadim, menimcha konsentratsiyani yo'qotib qo'ydik va o'sha birinchi goldan keyin ular qo'yib yuborganimizdan keyin yana shu bosim bo'ldi bizga qarshi Kongo tarafdan, shu orqali mag'lubiyatga uchradik deb o'ylayman. O'sha guruhdan chiqa olmasligimiz deyarli aniq bo'lib qolgandi. Kongoga baribir ham hech kim 6 ta yoki 7 ta gol urishimizni kutmayotgandi. Shunchaki chiroyli g'alaba qo'lga kiritilishi mumkin edi. Futbolchilarga qanaqa bosim bo'ldi tushunmadim. Bu darajada bir mazmunsiz va juda ham og'ir o'yin ko'rsatish uchun. To'g'ri, endi har bir muxlis futbolchilardan g'alaba kutadi asnoviy. Biz buni qilib bera olmaganimizdan afsusdamiz. Lekin biz ularga Kongoga qarshi, Portugaliyaga, Kolumbiyaga qarshi yaxshi qarshilik ko'rsatib, muxlislarimiz uchun ham yaxshi futbol ko'rsata oldik deb o'ylayman. Kongo Demokratik Respublikasi sardori Shansel Mbemba o'z intervyusida O'zbekistonning kamchiliklari o'rganib chiqilgani va ikkinchi taymda aynan shu ojiz nuqtalarga zarba berilganini aytdi. O'yin biz uchun haqiqatan ham og'ir kechdi va birinchi bo'limda yetarlicha yaxshi harakat qila olmadik. Butun jamoa xotirjamlikni saqlab qoldi, chunki ikkinchi taymda bor salohiyatimizni namoyon etishimizga ishonardik. O'zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi o'yinlar videolarini tomosha qilib, ularning zaif nuqtalarini aniqlab olgan edik va ikkinchi bo'limda asosiy e'tiborni aynan shu jihatlarga qaratdik, dedi 31 yoshli himoyachi.
O'zbekiston milliy terma jamoasining tajribali markaziy himoyachisi Umar Eshmurodov xalqaro faoliyatiga nuqta qo'yishga qaror qildi. Bu haqda 33 yoshli futbolchi o'zining Instagramdagi rasmiy sahifasida ma'lum qildi. Umar Eshmurodov milliy terma jamoaning jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomasidan joy olgan bo'lsa-da, mundial uchrashuvda biror marta maydonda ko'rinish bermadi. Terma jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro tajribali himoyachiga yashil maydonda muxlislar bilan munosib tarzda xayrlashish imkoniyatini taqdim etmadi. Nasaf himoyachisi 2020-yili terma jamoa libosini kiygan va shu kunga qadar 39 ta o'yinda maydonga tushgan edi. Hammasi uchun rahmat, Umar Eshmurodov. Taniqli shoumen Million jamoasi asoschisi Davron Kabulov vaziyatga befarq qarab tura olmadi va 4 million yevrolik murabbiy Fabio Cannavaroni bosh murabbiy etib tayinlaganlarini keskin tanqid qildi. Fabio Cannavaroni tayinlanishida ishtirok etgan, unga shartnoma taklif qilgan, bu g'oyani bergan odamlarga bitta savolim: niyatingizga erishdinglarmi? Srechka Katanets o'choq yoqdi, Timur Kapadze oshni damladi, suzishga nimaga aynan Cannavaroni chaqirdik? Eslatib o'taman, 13 yildan beri murabbiylik faoliyati bilan shug'ullanadigan Fabio Cannavaro murabbiylik faoliyati davomida bitta natijaga erishgan: Xitoy chempionligi 13 yil ichida. Eslatib o'taman, futboldagi Xitoy bu siyosatdagi Xitoy emas va uni chempionatida g'alaba qozonish Italiya, Ispaniya yoki Angliya chempionligini qo'lga kiritish bilan barobar emas. Va o'zi umuman aholisini asosiy qismini daromadi, oylik maoshi $400 dan oshmaydigan mamlakat uchun 4 million yevrolik murabbiyni olib kelish qanchalik sog'lom fikr? Futbolda odatda murabbiy natijaga erisha olmasa, qo'yilgan vazifani uddalay olmasa, ishdan ketadi. Kapadzeni nima sababdan bo'shatdik? Jahon chempionati yo'llanmasini oxirigacha qo'lga kiritib bergani uchunmi? Aslida bu savollarning barchasi milliy terma jamoani yaxshi ko'rganimizdan, unga faqat yaxshilikni xohlaganimizdan yangrayapti. Fabio Cannavaroni faqat qora rangga bo'yash fikridan yiroqman. Behruz uchun uni asosiy tarkibga kiritgani uchun rahmat aytishimiz kerak. Ammo bu yog'iga yo'limizni o'zimiz davom ettirsak maqsadga muvofiqroq bo'ladi nazarimizda. 1+4 ko'rinishida agar haqiqatdan ham imzolangan bo'lsa, +4 ni olib tashlashning ayni vaqti nazarimda. U o'zi bilan 5 nafar yordamchi olib keldi. Ular O'zbekiston futbolini biladimi o'zi? Rossiya futbolda sobiq yulduzlari Sergey Ignashevich va Aleksandr Mostovoy Kongo Demokratik Respublikasi O'zbekiston bellashuvidan so'ng Fabio Cannavaro va uning murabbiylar shtabi haqida to'xtalib o'tdi. Сейчас в Узбекистане пришел Фабио Каннаваро. Команда с местным тренером выиграла отборочный цикл. Пришел Фабио Каннаваро. 5 итальянцев в штабе. Они знают потенциал команды? Потенциал узбеков они знают? Помощник, главный ассистент Каннаваро, ты же знаешь, Пауло Каннаваро, родной брат Фабио ты же Каннаваро. знаешь, Фабио поехал туда просто не надо. Мы говорим, поэтому я говорю, он понимал, что там ничего не добьется, поэтому он поехал просто деньги заработать и все. Dasturimizni yoqimli xabar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Rustam Ashurmatov jahon chempionatida eng yaxshi futbolchilar bilan bir qatorda e'tirof etildi. Himoya chizig'i vakili jahon chempionati 2026 guruh bosqichi yakunlariga ko'ra muhim ko'rsatkichlardan birida kuchli 10 talikka kirdi. Rustam Ashurmatov guruh bosqichi uchrashuvlarida to'pni raqibdan olib qo'yish soni bo'yicha eng yaxshi 7-natijani qayd etdi. U to'pni 7 marotaba jamoamizga qaytarib berishga muvaffaq bo'lgan. Ashurmatov bu borada Ispaniya terma jamoasi yulduzi Pedri va Fransiya terma jamoasi hamda Bavariya himoyachisi Dayo Upamecano kabi dunyo yulduzlari bilan bir xil ko'rsatkich qayd etdi. Ushbu reytingning yuqori pog'onasini 11 ta to'p olib qo'yish bilan Iordaniyalik Yazan Al-Arab egalladi. Endi navbatni qiziqarli videolardan iborat no comment rukniga beramiz. Marhamat tomosha qiling. Usto'rel Eron Koreyalar bizni jahon chempionatidan uzoqda ayirib, jahon chempionatidan qoldirib yuborib, o'zlaricha bir nimalar qilib, Koreya Eronga yutqizib berib, nimalarni qilib bizni qoldirib yuboradi jahon chempionatidan. 34 yilda shuncha alamimiz bor ekan, bir kunda olib qoldik. Bitta Kongoga yutqizdik. Eron ham Koreya ham qolib ketdi. Biz bilan hazillashmasin. Yomon bo'ladi.
keyingi jahon chempionatida ko'ramiz endi. Bugun va ertaga 16 dan 1 final bosqichidan o'rin olgan navbatdagi 3 ta o'yin o'tkaziladi. Braziliya terma jamoasi Houstonda qit'adoshimiz Yaponiya bilan bahs yuritadi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Germaniya Bostonda Paragvay bilan ro'baro keladi. Bu uchrashuv Toshkent vaqti bilan 01:30 da start oladi. Niderlandiya esa Gvadelupada Marokash bilan to'qnash keladi. Ushbu bahs ertaga ertalab Toshkent vaqti bilan soat 6:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Siz aynan qaysi juftlikdagi o'yinni kutyapsiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi ma'lumot edi. Voqealar rivojini biz bilan birgalikda kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.